Assalomu alaykum ustakalar. Xudo xolasa bugunlik kundagi bo'layotgan ishlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi o'rinda mishalkalarimiz keldi yana. Misatmutka rossiyskiy motor so'raganlarimizga misatmutkalarimiz ham keldi. 0.25 kubali, 3 kW 1.5 ming оборотli mis motor. Qaramiz, alyuminat misatmutka rossiyskiy motor. Bu yoqda Xitoy motorlarimiz ham bor. 3 kW 1.5 ming. Bularimiz narxi 3.700.000 so'mdan chiqyapti mis motorlarimiz. Endi bu yoqda xudo xolasa kolonna aparatkalarimizni ham ishlarimiz boshlandi. Xudo xolasa sotuvimizga ham addenda tayyorlanyapti. Zakazimizni ko'p. O'zimizning farg'onalik akalarimizga 25 ta komplekt zakaz tushgan. Shular akalarimizga boshlangan. Buning ichida sotuvimizda ham bor. Bu yoqda chempionat palovkalar, bu yoqda konteynerda 4liklisidan 50lik palovkalarimiz ham xudo xolasa chiqyapti. Qolgan palovkalarimiz ham bor.